Assalomu alaykum do'stlar, mana bog'lasi boshlagan ishimizni nihoyasiga yetkazdik. Ko'rishingiz mumkin. Jam chiroyli, go'zal ko'rinishda chiqdi. Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilarimiz, hurmatli YouTube muxlislari, bizni ashaddiy muxlislarimiz, ashaddiy klientlarimiz. Mana boshlagan ishimizni va nihoyat joyiga ustonovka jarayonini tugatdik. Xudo xolasa 360 joyimizga tushgan ko'hinimiz akril korpuslari rossiyskiy laminatdan bo'lgan. Hop, ko'rib turganimizdek joylashtirib berdik. O'ng tomonga mana moykamizni joylashtirib berdik. Uylariga hop mana ikkita polga tushgan. Yo'llar ko'rishingiz mumkin. Suvlari endi men tashladim. Bu yerga ikkita o'sha klientlarimiz bilan kelishilgan holatda o'zlari chizib nimalarni qilib berishdi. Unga qarab biz mana ikkitadan to'pma tushirib berganmiz. Yo'llar ko'rishingiz mumkin. Mana Teylariga barni yashillar tushirib berganmiz. Hop, bu tomonga bitta shkafimizni tushirib berganmiz. Yoniga mana yana bitta shkaf tushgan. Ikki eshikli. Buni tepasiga bir xil fasonda mana shkaflarimizni tushirib berganmiz. Bu tomonga mana ikkitasi bir xil fason bo'lishligi uchun mana bir xil tushirib berilgan. Tepasi zontik. Tepalari bilan polni obshipka qilib yuborganmiz. Ko'rib turishingiz mumkin. Hop, xarizligimiz tepasiga ham kichkinagina barni antresolni eshik tushirib berganmiz. Ehtiyojga qarab nimaki joylasa bo'ladi, ko'rishingiz mumkin. Xudo xolasa hurmatli klientlarimiz, kimga shunaqangi ishlarimiz kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqib ko'rasizlar. Mebelix Time'ga pastda nomerlarimizni opisaniyada yozib qoldiramiz. Aloqaga chiqib ko'rasizlar. Poddeska qilishda to'xtamanglar. Sizlar uchun xizmat qilishda biz to'xtamaymiz. Kamchiliklar bo'lsa bemalol kommentariyaga yozib, o'zlaringiz fikrlaringizni qoldirishingiz mumkin. Hammaga omad. Mebelix Time.